Assalomu alaykum arzoyim tam pishiriq solin kelgan xonimlar, kelgan qadamlaringizga marhaba. Bugun o'tiladigan darsimiz o'zbek samsisi. Buning yetarlik materiallar bo'lsa, qiymasi uchun yarım kilo go'sht, 3 dona piyoz va muvofiq miqdorda tuz, qarmush ketadi. Hamda buningga xamir uchun ketadigan materiallardan yarım kilo un, mavu abjashmaya 50 gram qo'ymay bilan 50 gram suv mayini aralashması abjashmay 100 gram abjashmay ve 250 gram suv bir qo'shiq tuz ketadi. Buni xamirini yo'g'irish uchun oldi bilan kichik bir qo'shiq tuzimizni bu suvga silib ilashtirib olamiz. Suv silib toza yaxshi ilashtirib shakarab qo'ygandan keyin bu suyimizni bir qoshiq qo'yamiz. Mana ilashtirib olgan 250 gram suyimizga bir kichik qo'shiq tuzni sap aralashtirib olgandan keyin ma qochimizga sap qo'yib oldik. Buning ustiga yarım kilo unni az-azdan qo'yib bo'sh xamir yo'g'iramiz xonimlar. Ya'ni yo'g'almoqchi bo'lgan xamirimizning bo'sh çınglığı normal bo'lishi kerak. Bek boş bo'lib qolmasligi ham bek ching bo'lib qolmasligi kerak. Mana xamirimiz yo'g'irib bo'ldi. Bu xamirimiz bek boş emas, bek ching emas, normal yo'g'irildi. Endi ma yarım kilo unimizdan yana azroq mushinchilik un qapti. Buni hozir ma xamirimizni yig'anda ishlasak bo'ldi. Bu xamirimizni 10-15 minut daqiqa tindirib qo'yamiz. Ustini yaxshi qoshiq bilan o'rab 10-15 minut daqiqa tindirib qo'yamiz. Hamda bu tunğuca biz qiymimizni tayyorlaymiz. İkinci qadamda 3 dal piyozni, baş piyozni to'g'rab, o'sha qimishni parçalab olgandan keyin buningga 2 kichik qo'shiqda tuz soldim. Tuz sep ilashtirib, shuna qilib oldim. Ham buning ustiga mavu yarım kilo go'shtimizni to'kib aralashtirib, uningdan keyin buning ustiga qarmushni sepib qiyim tayyor qilamiz. Endi mananga tuzni o'zimizga yoqtirishga asosan asosaq bo'ldi. Ba'zan kishilar tuzni jiqroq soldi, yana ba'zan kishilar bo'lsa tuzni ozroq soldi. Bizlar dori-darmoklarni sap yeyishni yaxshi ko'rdi, bizlar yaxshi ko'rmaydi. Har kim o'zining ehtiyojiga asosan shu qiyimini tayyorlasak bo'ldi. Mana qiyimimizga qarmushni selib aralashtirib oldik. Qiyimimiz tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni yeyib xamirimizni ishlashga boshlasak bo'ldi. Endi ma xamirimizni mana 3ga bo'lib oldim. Chunki mashini yo'g'no'chimda men yo'qinib biz yeyman. Mani mashinalaqi ba'zan xonimlar yeyishni uqmaydi no'g'ishlar shunga igizpas yeyib qo'yishi mumkin. Mani cho'p kesiran mashinamizni yeyib, nip biz yegandan keyin sho'rjan shaklda tugimiz. Mani bo'lsa uzuncha shaklda tugimiz. Shunga shu xil shaklda tugishni o'rgatib qo'yay deb 3ga bo'lib oldim. Endi yeb bo'lgandan keyin altini ko'raylik. Xamirimizni mushundek qilib yeyib olamiz xonimlar. Mana sal nepizilib olgandan keyin qo'limiz bilan olgan yerini qo'limiz bilan qilamiz mana xonimlar. Endi xamirimizni mush 3 tutaylik, mushnasi qilib yuqartamiz xonimlar. Ne qilimiz shani yuqarsak bo'ldi. Yirtmaymiz xonimlar. Yirtma asosda mushna cho'gil tutib. Xamirimizning qaysi qismi qalin bo'lib qolsa, shu yanalar mushnasi qilib yuqartsak bo'ldi. Bu shunda nepizlaydi. Mana xamirimizni yo'q yeyib oldik. Buningga mushu olgan abjashmayimizni tashi milib olamiz. Hamma yeri tashi mushlanib biz yeyib olgandan keyin milab bo'lib bir chetini tugib zugul qilamiz. Mana mushundaq yo'g'ib olgandan keyin muvofiq cho'nliqda kesib zugul qilamiz. Buni men kesib bo'lgandan keyin ma qismidan tutib mushunday basamiz xonimlar. Mushunday besib bununla un sepib turib basamiz. Un sepib
bastırıp buna besip bunu düzgün koyalım. Yemeğini köküsüp koyayım. Nasıl koyup üstünden besimize, üstünden besip bunu nasıl koyalım. Mana ikinci xəmirimizni yeyib aldıq. Bu xəmirimizin yuqarılığı qol görünüb durur. Mana nefis halətdə yeyib olmasa, bir uçun tutup toplatuş arqalıq nefis halətdə bunu yeyib aldıq. Bunu mayını sürkəb, bunu yeyəb bir başlayın. Bunu oxşaşlı düzgün qoyalım. Üçüncü bir xəmirimizdə muşunun oxşaydigan çöp kesidigan maşinimizniki muşu nep biz yeydigan yerdə nep biz yeyib çıxarıb almasa. Ne xanımlar, muş çöp kesidigan maşinimizdə pekar tutturub muşnasıga. Bunu da nep biz yeyib çıxarıb almasa. Mana nep biz yeyib çıxarıb aldıq. Bunun otursida 2 parça qilib samsıq qilib tügümüzə. Bu xəmirimizni, muşu əbcəşməyimizni, muşu 3 tane xəmir oldu, hem de 3 bölü olduk. Muşlağı milab, təşi milab ağandakin, xəmirimizdən otursidən 2 parça qılıb kesimizə xanımlar. Kesip, andakin bunun bir çetiği göğüşünü koyup, şu can şekilde tügümüz. Buna bir çetiği göğüşünü koyup aldık mı, bu şöyle yapımıza yapıp boğandan keyin bunu muşunuza qılıb, şu can şekilde tügümüze hanımlar. Mana. Ma bir qo'llab qo'yish qilsam, abs bo'lib qoldi. Mana shunday qilib, şu can şekilde bunu tügüp avalımıza hanımlar. Mana shunday şu can şekilde tügüp avaldık. Yine bir qatım yurgizib qo'ysam, nasıl qilib yepib bu içine muşansı qilib şu can şekilde tügüp olmasa. Şu can şekilde tügüp bunu avalmayız. Mana şu can şekilde tügüldü mana. Bunu tügüp bu koymayız. Qolgan ötüsünü şu şekilde tügüp tayaq olmaz. Üçüncü qadamda zügülümüzni noqoşlarımız bilan muşnaq mantını xəmirini, bəşə xəmirini açqandan keyin yumulaq qılıb içib olmaz. İçib alğandan keyin otursağımdan göğüşünü elib bunu tügüşkə başlayımız. Muşnaq samsını tükəndək, adet samsını tükəndək tüksək buldu. Mana. Mana tügüp tayaq olmaz. Manım tüküsüb qoysam, mana. Mana qilib bazar satqan samsını tükəndək tügüp avasaq buldu. Bunun bir xil tügüş usulü oldu hamda. Endi yana bir xil tügüş usulini köküzüp qo'ysam, yana bir tügüş usulda mushu go'shtni o'tirsa avag'andan keyin mushu bir chetdan nim qilib tügümüze. Bu o'zbekcha samsa tügüş usulü. Mana so'zunchaq shakl chiqadi xonimlar. Mana. Mana so'zunchaq shakl tügolmiz. Mana. Yana bir qatim köküzüp qo'ysam, mana go'shtni avag'andan keyin qiymini o'tirsa, mana shu tügümüze xonimlar. Bunu so'zunchaq şekilde bir tarafdan tatib tügüş başlasa olmayız. So'zu chiqirmaymiz uchini. Mana tügüsaq bo'ldi, ha. Mana samsirimiz tügüp olgandan keyin tuxumdan seyrig'animiz cho'tkilar bilan hammasiga bir yandan tuxumdan seyrig'an meylab chiqdi men xonimlar. Endi buni duxovkaga solib pishiramiz. Endi duxovkaga solib 230-240 Selsiya gradusda 20 minut pishirib olsaq bo'ldi, ha. Mana xonimlar duxovkada pishib chiqdi samsimiz. Har xil har yangi tugilgan samsini shuna o'xshab ketdi, ha. Sizlar o'ylarda eltib kirib baqsangizlar bo'ldi. Mana g'aras bo'lgan ichida shuna go'shtlari terisini biza qat shu xamiri qat chiqqan samoslarimiz o'zbekcha samos shuni tayyor bo'ldi.